Do'stlar, sizlarni demo darsligimda ko'rib turganimda juda xursandman va bugungi darsda aynan nuqtasiga uraman va aynan o'sha 1100x beradigan tokenni qanday qilib DEX bozorida qidirish kerak degan savolga javob beraman. Boshlashdan oldin eng ko'p menga tushadigan savolga javob bermoqchiman. Ya'ni eng noto'g'ri savolga. Ko'pchilik qaysi DEXda ishlash kerak degan savol bilan meni Instagramimga yozishadi, Telegramimga yozishadi va unga har bitta insonga javobim har bitta blockchainni o'zini DEXi bor. Tushuntira oldimmi? Bitta DEXi hech qachon tanlab bo'lmaydi, chunki bugun Solana'da hamma pul bo'lsa, Solana DEXlarda ishlaysiz. Ertaga Ether blockchaini kuchli bo'lsa, Ether blockchainidagi DEXlarda ishlaysiz. Binance Smart Chain, Aptos, Sui, siz bilgan barcha blockchainlarni har bittasini o'zini DEX bozori bor. O'shaning uchun bu savolni hech qachon bermang. Har bitta blockchainni o'zini DEXi bor. Undan ko'ra mana bu blockchainni DEXi nomi nima deb so'rasangiz, o'shanda to'g'ri bo'ladi. Hozirgi darsimda men Solana blockchainidagi DEXda, ya'ni Solana blockchainida qanday qilib o'sha tokenni topishni tushuntirib beraman. Xo'sh, demak, qanday qilib 100x beradigan tokenni hammadan oldin yangi chiqqanda topish kerak degan savolga javobni men sizga bitida aytaman. O'zingizni ma'lumotlar maydoningizni to'g'rilashingiz kerak. Birinchi o'rinda Twitter. Agar Twitterni ishlatmasangiz, siz go'yoki kriptovalyutaga, baliq oviga qarmoqsiz kelgandek bo'lasiz. O'shaning uchun kriptovalyutani chuqur o'rganmoqchimisiz? Kriptovalyutada savdo-sotiq qilmoqchimisiz? Albatta, Twitterni skachat qiling. Nima uchun sizlarga bu maslahatni beryapman? Birinchi o'rinda, sizlar har doim atroflaringizda, ya'ni telegramlaringizda sizlardan yaxshiroq biladigan insonlarni, ya'ni kriptovalyuta bilan shug'ullanadigan insonlarni signalini, ularni analizini eshitib, o'zingiz qandaydir tahlil qilishni xohlaysiz va shu narsa bilan shug'ullanasiz. Ularni sotib olgan tokenini sotib olmoqchi bo'lasiz. Ularni signali bo'yicha kirasiz. Va tasavvur qiling, Twitterda masalan sizda imkoniyat bor, Elon Musk degan inson bor. Elon Musk kun davomida 10 talab, 100 talab o'z fikrini Twitterda qoldiradi. Siz aynan Elon Muskning fikrlarini eshitishingiz mumkin. Bu narsa qanchalik muhim, bilasizmi? Va undan tashqari Donald Trump bor. Juda kuchli puli ko'p bo'lgan, boy bo'lgan, makro iqtisodiyoti kuchli bo'lgan insonlarni har kuni gapiradigan gaplarni siz o'qib borib o'zingiz fikr olishingiz mumkin. Lekin siz bu narsadan foydalanmaysiz. Ana endi Twitterga qaytadigan bo'lsak, siz Solana blockchainida, Solana DEXlarida token topmoqchi bo'lsangiz, Twitterda aynan Solana blockchaini bo'yicha tegishli bo'lgan influencerlar, Solana blockchainni Twitterni o'zi, Solanani yaratgan insonlari va ularga bog'liq bo'lgan insonlarni ketidan qarab yurishingiz kerak. Ya'ni podpisatsiya qilishingiz kerak. Mana keling, men sizga hozir shu narsani ko'rsatib beraman. Birinchi o'rinda tushuntira oldimmi? Twitterni ochib, Twitterda kerakli bo'lgan insonlarni ketidan podpisatsiya qiling. O'zingizni ma'lumotlar maydoningizni yig'ing. Qanday qilib mana ko'rsatib beryapman. Mana masalan, mana bu Twitterda mana Solana mana blockchainiga kirsak, mana ko'rib turibsiz, 3,4 million chitatelari bor, ya'ni 3,4 millionta podpisчиgi bor. Ular qatorida men ham mana chitayo deb yozilgan va barcha postlariga qo'ng'iroqchasiga galochka qo'yilgan. Men hamma postlarini menga yuborsin. Solana o'z blockchaini haqida nima deyotgani menga juda qiziq, chunki men Solana tokenini ushlayman. Va ertaga Solana blockchaini birdaniga biza yopilyapmiz, uzr desa, men vaqtida bu tokenni sotib yuborishim kerak. O'shaning uchun Solana blockchainiga podpisatsiya qilishingiz kerak. Undan keyin esa Solanani yaratgan insonlardan biri bu mana ko'rib turganingizdek Raj Gokal. Bunga ham podpisatsiya qilib qo'ying, chunki bu ham aytayotgan gaplar juda muhim.
Undan keyin esa Solana'ni yana yaratgan insonlardan biri bu Anatoliy Yakovenko, ukrainalik inson. Buni ham Twitterdan podpisatsiya qilib qo'yishingiz kerak. O'zingiz uchun agar Solana blokcheynida ishlamoqchi bo'lsangiz, Solana blokcheynini yaratgan insonlar, Solanaga yaqin bo'lgan insonlarni, influenserlarni topib ularga podpisatsiya qilishingiz kerak. Undan tashqari, siz Solana blokcheynidagi eng yirik DEX bu, ya'ni Jupiter. Jupiter DEXiga ham podpisatsiya qilishingiz kerak. Mana bu yerda Jupiter DEXi nima deb aytadigan bo'lsa, siz har doim bu narsadan xabardor bo'lishingiz kerak. Bu narsalar balki sizga oddiy ko'rinishi mumkin, lekin aynan shu insonlarni ketidan kuzatib yurganingiz sizga nima foyda beradi? Birinchi o'rinda albatta bular o'z qanaqadir yangi proyektga nazar solsa, o'zini postida yozsa, siz ham ular bilan birgalikda bu narsani barcha boshqa o'zbeklardan ertaroq eshitasiz. Ikkinchi o'rinda man уже bu kriptovalyutada juda chuqurman, menga qanday yordam beradi? Ikkinchi o'rinda man bitta yangi proyektni o'rgatayotganimda Twitterga kirgan zahotim, bu Twitterni ketidan kim podpiska qilgan? Man taniydigan insonlar podpiska qilganmi yoki yo'qmi degan savolga tagida shunday javob turadi. Agar masalan Anatoliy Yakovenko bu proyektni ketidan podpiska qilgan bo'lsa, menga shunday ko'rsatib turadi. Anatoliy Yakovenko bu proyektni ketidan podpiska qilgan. Men uchun bu ozgina bo'lsa ham yaxshi signal. Demak, Anatoliy Yakovenko bu proyektni ketidan qarayaptimi? Demak, bu proyekt e'tiborga olsa bo'ladigan proyekt degani. Jupiter blokcheynini tushunyapsizmi? Undan tashqari Raydium blokcheyni bor. Blokcheyni debman, DEXi, Raydium DEXi va barcha Solana blokcheyni atrofidagi bo'lgan insonlarga podpiska tashlab qo'yishingiz kerak. Siz o'zingizning Twitteringizini yig'ishingiz kerak. Birinchi o'rinda buni hammasi bilib qo'ying. Yana bir marta aytayapman. Aynan o'sha tokenni topish uchun sizni qiladigan ishingiz. Mana shu ishlarni qilmasangiz siz o'sha tokenni topa olmaysiz. Ana endi tasavvur qiling, siz o'zingizni ma'lumotlar maydonini yig'dingiz. Bu juda katta, yirik maydon hisoblanadi. Ana endi chuqurroq kiradigan bo'lsak, biz trendni aniqlashimiz kerak. Masalan, men sizlarga hammasini hozir ko'rsatib beraman. Masalan, sizlar eshitganmisizlar yo'qmi bilmayman, no Solana blokcheynida yaqinda Launchcoin degan token chiqdi. Ya'ni bu nima token? Bu xuddi PumpFunga o'xshagan token yaratadigan platforma va u o'zining prilojeniyasini ishlab chiqardi, Believe App degan. O'sha Believe App prilojeniyasida yangi tokenlar ishlab chiqariladi va bu token chiqdi. Va bu tokenni grafigiga agar e'tibor beradigan bo'lsak, mana qarang, 24-yanvar 25-yil chiqdi. Juda ko'p pastda yurgan edi va oxirgi 30-aprelda ozgina ko'tarildi, pastga tushdi va undan keyin ko'rib turganingizdek mayni 15-larda, ya'ni 2 hafta oldin qanchalik kuchli o'sdi. Agar bu o'sganini hisoblaydigan bo'lsak, mana shu aynan joyidan hisoblaydigan bo'lsak, 22.430%, ya'ni 200 baravarga. Adashmasam, to'g'rimi? Agar adashgan bo'lsam, kommentariyda yozib qoldirasizlar Instagramimda. 200 baravariga oshdi. Aynan mana shu token may oyida. Ana endi bu proyektni o'rganib chiqib, men sizga shunday aytamanki, hozirgi kunda bu platformada chiqayotgan tokenlar juda trendda. Masalan, ko'rsatish uchun bu proyektda, bu platformada chiqqan eng birinchi tokenlardan biri bu Launchcoin'dan keyin bu Dupe tokeni. Dupe tokeni mana ko'rib turganingizdek 29-aprelda chiqqan va u bir hafta 10 kun ichida qanchalik yuqoriga ko'tarilgan. Buni ham agar qanchalik o'sganini ko'radigan bo'lsak, bu ham mana ko'rib turganingizdek 7954, ya'ni 80 baravarga oshgan. 80x bergan, qisqasi aytganda. Ana endi trendni aniqlab oldim. Men bildimki Launchcoin platformasida chiqayotgan tokenlar, oxirgi mana may oyida chiqayotgan tokenlar juda yaxshi o'syapti.
Hozir korreksiyada to'g'ri, no lekin birinchi pampi bo'ldi. Agar yirik kitlar bu yoqqa pul olib kirsa, keyingi proyektlari ham Launchcoin'da chiqayotgan keyingi yangi tokenlari juda yaxshi X beradigan bo'lishi kerak. Ana endi men nima qilaman? Ana endi aynan Launchcoin atrofidagi eng zo'r influencerlarga podpiska qilaman. Twitterimizni sal qisqaroq qildik. Tushunyapsizmi? Aynan mana shu Launchcoin'ni trendiga. Qanday qilib? Buning uchun Dexscreener platformasida ko'rib turganingizdek Dexscreener platformasida mana Launchcoin'ga Twitterga kiramiz. Launchcoin Twitterga kirganimizdan keyin buni albatta o'qiymiz, ya'ni podpiska qilamiz. Ana endi Launchcoin'ni kim o'qiyapti degan savolga men sizga hozir bu darsda hamma analizlarimni birdaniga aytaveraman. Qanday aytsam sizga, hozir birga qidirib o'tirmaymiz. Men sizga aytaman, mana Ben Pasternak degan inson Launchcoin'ni sajdat qilgan, ya'ni yaratgan inson. Believe application'ni, ya'ni mana shu tokenni chiqarayotgan platformani yaratgan inson Ben Pasternak. Mana shu Ben Pasternakni ketidan albatta siz follow qilishingiz kerak, chunki uni aytayotgan gaplari potensialni sizga kerakli bo'lgan tokeningizni olib kelishi mumkin. Har kuni siz kuzatib borishingiz kerak. Launchcoin'ni chiqarganini. Undan tashqari, mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, Dupe boya ko'rsatganim. Dupe tokenini o'qishingiz kerak. Uni yaratgan inson mana bu yerda ko'rsak, mana Chitayme degan joyga kiradigan bo'lsak, mana Ramin B, mana bu yerda Bobby from Dupe.com degan. Mana seodupe.com. Buni ham chitat qilishingiz kerak. O'zingiz uchun Launchcoin trendi bo'yicha kerakli bo'lgan influencerlarni o'qishingiz kerak. Ana endi shularni ketidan podpiska qilganingizdan so'ng, ularni har doim kuzatib borishingiz kerak. Bular sizga yangi bironta token chiqayotgan bo'lsa, yangi token haqida gapirishi mumkin. Bu 100% lik emas, lekin siz bulardan eshitib qolishingiz mumkin. Masalan, qanday? Men sizga bu narsani hozir ko'rsatib, dokazat qilib beraman. Mana qarang. Dexscreenerda biza boyagi Dupe coin'ini ochamiz. Mana qarang. Hozir menda kunlik grafik turibdi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, 29-aprelda bu token paydo bo'lgan va uning narxi o'sib ketgungacha, mana narxi o'sib ketishini biz mana bu yoqdan keyin tepaga ko'tarilgan deb aytsak, 10-maygacha kim Twitterda aytgan bo'lsa shu token haqida, demak, yaxshi influencer deb olsak bo'ladi. Ana endi biza aynan shu Dexscreenerda pastroqqa, o'ng tarafda pastroqqa tushsak, search on Twitter degan nuqtasi bor, tugmasi. Shu tugmani bossak, bizada hozir saytimdan kirmayapti, mayli. Nimani o'zidan qidiramiz. Twitterni o'zidan bosaman. Aynan mana shu oynaga boyagi tugma ham olib keladi. Menda hozir VPN yonmagan, o'shaning uchun ochmayapti. Mana Dupe deb ключевой so'z bo'yicha men Twitterda poisk berdim. Kim bu token haqida gapirgan? Va menga eng muhim joyi 29-apreldan 10-maygacha kim gapirgan bo'lsa, demak o'sha inson yaxshi influencer. Tushuntira oldimmi? Ana endi hozir mana pastga tushyapman. 14 soat oldin 1-iyun ko'rib turibsiz. 1-iyun 2 soat oldin, 18 soat oldin. Menga bular qiziq emas. Men pastroqqa tushyapman, qidiryapman. Xuddi shunday siz ham qidirishingiz kerak. Mana men pastga tushib qidiryapman va mana 29-aprel kuni Ben Pasternak boyagi Believe application, ya'ni Launchcoin egasi 29-aprel kuni shu token haqida yozyapti. Va bu yozyapti, это наши самые первые запуски. Нам есть что улучшить debdi. Bizani eng birinchi token zapusklarimiz deb yozyapti. Agar siz Launchcoin o'sganda, ya'ni tasavvur qiling 29-aprelda siz Launchcoin'ga qaytaylik. 1 minut men sizga hozir chuqur analiz qilaman-da, qanday kelish kerak bu narsalarga. Mana qarang. 29-aprelda bu 28dan mana 29-aprelga 1187, ya'ni 10x berdi bir kunda.
10x berdi. Birdaniga Twitterda agar siz Twitterda boyagi Solana blokcheyni bo'yicha bog'liq bo'lgan insonlarga podpiska qilgan bo'lganingizda bu token haqida aniq eshitgan bo'lardingiz. Chunki bir kunda 10x bergan token birdaniga sizni ma'lumotlar maydoningizga kirib keladi. Ana endi siz bu narsani ko'rganingizdan keyin birdaniga borib Ben Pasternak, ya'ni egasiga podpiska tashlaganingizda siz mana shu Ben Pasternakka 29-aprel kuni yangi tokenlar chiqdi degan tweetini o'qirdingizmi va kirib bu tokenni o'rganardingizmi? Mana qarang, undan keyin 3-mayda ham Dub haqida yozgan. Ko'ryapsiz, mana 28-mayda yozgan, 25-mayda tur, 4 soat oldin, 11 minut oldin. Bizga bular kerak emas. Biza aynan o'sha eski insonlarni topishimiz kerak. Yana qidiramiz, pastroqqa tushamiz. 10-maygacha bo'lgan situatsiyani topishimiz kerak. 10-maygacha. Tushamiz, yana qidiramiz. Mana kimdir 13-mayda yozgan. Dub is pretty famous and has a real product debdi. Ya'ni Dub довольно известен и имеет настоящий продукт. Haqiqiy produkti bor debdi. 13-mayda. Qani 13-mayda buni narxini tekshiramiz. Kech bo'lganmi yo erta bo'lganmi? Mana ko'ryapsiz, 13-may Dubning eng yuqori qismida post qo'ygan bu. Bizga qiziq emas bir tarafda qarasa, lekin men bu insonni Twitterga kiraman. Va insonni Twitterga kirsam, bu yerda uni poisk beramanki, qani Dub haqida bu qachon va nima degan. Va mana ko'rib turgan bo'lsangiz, 13-mayda va mana 1-mayda ham Dub haqida bu tweet qilgan. Tushunyapsizmi? Dub haqida tweet qilgan va bu tweetida mana retweet qilgan. Ofitsialniy kontrakt adresi chiqqan haqida. Bu inson kim ekanligini bir ko'rib chiqasiz. Masalan, men o'zim tushunaman. Bu insonni ketidan masalan, men uchun mana shunday mana chitaymi, men biladigan qaysi insonlar buni ketidan o'qiyapti. Masalan, siz Murat deganini bilasizmi yoki yo'qmi? Barcha Solana blokcheynidagi memcoinlarni Murat memcoinlari deyshadi. Aynan mana shu Murat mana shu bolani ketidan o'qiyapti. To есть siz ham mana shu insonni ketidan podpiska qilishingiz mumkin va bugun erta sizga qanaqadir yangi token haqida aytishi mumkin. Ana endi ma'lumotlar maydonini yig'ishni ozgina bo'lsa ham tushundingiz. Shu narsani qilishingiz kerak. Ana endi bu yerda eng asosiy narsa. Men sizga ma'lumotlar maydonini yig'ing deganim aynan mana shu inson aytgan tokenni sotib oling degani emas. Siz albatta u narsani analiz qilishingiz kerak. Bu xuddi siz bironta Telegram kanalda, Signal kanalida o'tirib token sotib olishingiz bilan bir xil narsa bo'lishi mumkin. Faqat bu yerda siz o'zingiz ma'lumotlar maydoningizni yaxshi insonlar bilan terishingiz kerak. Masalan, mana bu yerda kirib o'qisak, tushunyapsizmi? Mana bu inson mana bunaqa tweetlar qo'ymaydi. Men mana bu tokenni oluvdim, 100x berdi, sen ulgurmading, Telegram kanalimga kir degan nima emas. Analitika, aqlli gaplar, o'rgangan, komandani yoritib beryapti va hokazo insonlarni ketdan qarashingiz kerak. Va albatta bu bironta token tashasa, siz u tokenni birinchi o'rganib chiqishingiz kerak. Qani dalishib boramiz. Bitta influencerni topdik. Yana pastroqqa tushasizda, yana qidirasiz. Yana qidirishni boshlaymiz va mana 4-may kuni Rob degan inson mana bu yerda savol beribdi. Как Dub будет интегрирован в вашу платформу? То есть sizni platformangizga Dub qanday integratsiya qiladi, ya'ni aloqa qiladi debdi. Bu tepada Dub proyektini yaratgan insonga savol beryapti. Savol berayotgan influencerlar bu juda yaxshi. Buni ketidan kiramiz. Qani Rob Schmidt bu kim ekan deb o'rganib chiqamiz va mana bu yerda bitta nuqtasi bor. 3202 ta chitatelli bor. Ya'ni bu inson juda mashhur emas va aqlli gaplar yozayotgan bo'lsa, biza bu aytgan gapni juda erta ko'rishimiz mumkin, chunki buni chitatellari kam, o'qiydigan podpischiklari kam. Va mana bu yerda o'qib chiqamiz. Qani bu qanchalik
yaxshi narsalar beradi, tushunyapsizmi? Mana masalan 8 soat oldin mana aytibdi, "Этот ребенок делает серьезные успехи frame" deyapti-da va qanaqadir proyekt haqida ko'rsatib beryapti. First frame AI degan. Mana masalan sayti bor, boshqasi bor. Men hozir o'rganib chiqmayman. Sizlarga aytmoqchi bo'lganimki, что mana shunday insonlar qanaqadir proyektlar haqida aytishi mumkinki, siz ularni o'rganib, yaxshi proyekt ekanligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Qanday qilib o'sha tokenni topish degan savolga men o'ylaymanki, sizlarga aynan mana shu darsligimda javob berdim. Birinchi o'rinda ma'lumotlar maydonini to'g'rilashingiz kerak. Qanday qilib dalshi yana qidirish kerak ekanligini keyingi darsimda tushuntirib beraman.